Mana shu videoni oxirigacha ko'ring-da, keyin fikrlarimni bildiraman. Yoshlarimizga faqat siz kitob o'qishingiz kerak deyusham, menimcha to'g'ri kelmaydi. Ko'ngil ochar bir narsalarni tashkil qilishga shaxsan men qarshi emasman. Chunki davlatimiz demokratik davlat va u g'urbat davlati emas. Borganlar hammasi pivo ichmagandir, alkogol ichib buzilib ketmagandir, nimadir bo'lib ketmagandir. O'zbekistonda o'tgan pivo festivali nomi pivo festivali bo'lgani bilan u pivo festivali talablariga javob bermaydi. Bu yerda yoshlar ko'ngil ochishi mumkin, o'yin kulgi qilishi mumkin, xursand bo'lishi mumkin. U nomini nima deb nomlagani bilan u pivo festivali men ko'rmadim men bu yerda. Oddiy raqs, o'yin kulgi bo'ldi. Chunki bu davlat men xohlagandek bo'lishga majbur emas. Men mana shu akani yaxshi millatparvar bo'lsa kerak deb hurmat qilib kelar edim. Lekin vaqt o'tganidan keyin kim aslida kimligi va kim qaysi tomonda ekanligi shundagina ma'lum bo'lishni boshlar ekan. Akamiz ham o'zlarini tomonlarini ko'rsatdilar, qo'ydilar. Mayli, men bu akaning amallarini yaxshi yoki yomon deb muhokama qilmoqchi emasman. Gap bu yerda saviya masalasida. Ya'ni kim biz mazkur festivallarda bir qator o'rinlarda qonun buzilish alomatlari sodir bo'layotganligini ta'kidlab keldik. Akamiz yurist sifatida buni idrok etishlari kerak edi. Bundan tashqari, akamiz yurisprudensiya bilan birga davlatchilik asoslarini ham o'rganganlar edi. Mana bunaqa nodon fikrlarni bildirmagan bo'lar edilar. Ya'ni kim demokratiya degani bu xohlagan axloqsizlikni qilish mumkin degani emas. Demokratiya bu xalq boshqaruvi degani. Ya'ni kim xalq qandaydir bir jarayonni xohlasa, o'sha amalga oshadi. Agar xohlamasa yo'q. Deylik, agar biz ertaga har xil noodatiy jinsiy qarashlarni ham O'zbekistonga tiqishtirmoqchi bo'lsak, biz buni demokratiya deb olib kira olmaymiz. Chunki demokratiyaning asosi bu emas. Bizning xalqimiz mana shunaqa qarashlarni ma'qul deb bilmaganligi uchun ham bizda bunaqa qarashlarga ruxsat etilmaydi. Bu demokratiya deyiladi. Nima uchun bizda mana shunaqa ba'zi bir toifalar borki, demokratiya deb axloqsizlikni tiqishga harakat qiladi. Fohishalar chiqib oladi-da, biz demokratik davlatda yashayapmiz, biz shariat davlatda yashamaymiz deydi. Bo'pti, gap bo'lishi mumkin emas. Biz shariat davlatda yashamaymiz, lekin xalqimizning aksariyati mana shu jamiyatda buzuqlik targ'iboti bo'lmasligini xohlaydimi? Demak, davlat ham mana shuni ta'minlab berishga majbur. Endi bunaqalardan foyda kutmayman. Xalqimiz ham agar bunaqalar kim kuzatadigan bo'lsa, uni kuzatishdan voz kechish kerak, boykot qilish kerak tamoman. Bunaqalarning xizmatlaridan ham foydalanmaslik kerak, qanaqadir advokatlik xizmatidanmi? Men masalan, millatni yaxshilikka yetaklamaydigan narsalarni tasdiqlab chiqadigan insonlardan bu millat uchun yaxshilik kutmayman. Salomat bo'linglar.